ABC uchburchak G og'irlik markazi AB tomoni bilan AC tomoni teng. Demak, bu tenglik uchburchak. AC tomoni bilan AB tomoni teng. Berilgan. Demak, G nuqtamiz og'irlik markazi. Birinchi qiladigan ishimiz A nuqtadan BC tomonga balandlik tushiramiz. Nima uchun balandlik deyapman? Chunki tenglik uchburchakda uchburchakning uchidan tushirilgan balandlik ham mediana, ham sektrisa bo'ladi. Pifagorga ko'ra 6, 8 bo'lsa A ga kesmamiz 10 bo'ladi. Va bu mediana deb hisoblasak, medianadan kesgan nuqtasi, ya'ni G nuqtasi uchburchakning uchidan boshlab hisoblaganda 2/1 kabi nisbada bo'linadi. Mana shunga ko'ra mana GY kesmamiz 5 ga teng bo'ladi. Jami, demak 15. Endi bizdan x ni so'ragan, h va kesmani. Bitta burchakni belgilab olaman. A, G, H burchagini alfa bilan belgilasam, B burchagimiz ham alfa bo'ladi. Buni sezish qiyin emas. Endi bizga nima kerak? Bizga A, G, H uchburchakda burchak sinusiga ta'rif beraman, ya'ni sinus alfa nimaga teng? Burchak qarshisidagi katetni, ya'ni 8 ni gipotenuza, ya'ni 10 ga nisbatan 2 ga qisqartiraman, 4 taqsim 5. Endi A, Y, B uchburchakda burchak sinusi burchak qarshisidagi 15 ni gipotenuza bo'lgan 8 plus x ga nisbatan. Mana shu demak proporsiyani ishlash orqali biz x ni topamiz. Bir-biriga ko'paytiraman. Demak, 4 ko'paygan 8 qo'shilgan x barobar 5 ko'paygan 15. Hadma-had ko'paytiraman 32 plyusdan 4x 5 ko'paygan 15imiz, demak bizda 75 ni beradi. 4x ni topadigan bo'lsam 75 dan ayiraman 32 ni. Hop, demak, bizda 4ximiz teng bo'lyapti 43 ga. Hop, x topish uchun tenglikni har ikki tarafini 4 ga bo'lib yuboraman. Demak, 43 taqsim 4 degan javob kelib chiqadi. Bu javob bizda D variantida turibdi.